Biz ayni daqiqalarda New Yorkning madaniy va iqtisodiy yuragi Times Square markazidamiz. Ayni mana shu joy bir dunyoning eng shiddatli gavjum maskani desam mubolag'a emas. Mana ko'rib turganingizdek, dunyodagi eng katta reklama monitorlari, neon reklamalar ayni shu yerda joylashgan haqiqiy biznes markazining belgisi va Times Square deb nomlanishi ham aynan biz jurnalistlarga, ommaviy axborot vositalariga daxldor. New York Times gazetasi 1904-yili mana shu maydonga ko'chib kelgandan keyin bu yerni Times Square deb atashgan va ayni shu maydon Amerikaga o'qish va kelajak niyatida kelgan butun dunyo yoshlari uchun ham bir o'ziga xos bir shiddatli maydon sanaladi. Saodat Abduvohidova hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarining New York universitetida magistratura bosqichida tahsil olayotgan iqtidorli qizlarimizdan. Dastlabki o'qish kunlaringiz qanday o'tdi? New York universitetidagi ta'lim jarayoni qanday? Bu yerda kichkina guruhlarda o'qitiladi, 10 ta, 15 ta odamli. Leksiylarda lekin 100 ta odam o'tiradi. Bularni cold call degan sistemasi bor. Dars boshlanishidan oldin tayinlanib kelishingiz kerak. Masalan, bugun geologiya temasi bo'lsa, o'sha fanni darsga kelishingizdan oldin o'rganib kelasiz. O'qituvchisi xohlagan vaqtida masalan, "Saodat, sen menga shu savolga javob bergin" deb qolishi mumkin. Yosh talaba qizning yo'li oson bo'lmadi, ammo davlatimizning qo'llab-quvvatlovi uni shu yergacha yetaklab keldi. Maqsad esa aniq O'zbekistonga foyda keltirish. New York universitetiga kirish uchun ariza topshiriladi. Arizada albatta birinchi navbatda ish tajribaga, oldingi olgan baholariga katta e'tibor beriladi. Qizil diplomga bitirganlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. To'g'risini aytsam, mana ko'p universitetlarga kirdim. New York, Columbia, Cornell, Duke. Kirish unchalik qiyin emas. Agar tajriba bo'lsa, yaxshi o'qigan bo'lsa, kelajagiga maqsadlari to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, jon-jodim xohlagan universitet oladi. Saodat el-yurt umidi jamg'armasi stipendiati, shuningdek, universitet tomonidan 50% grant asosida qo'llab-quvvatlangan iqtidorli talaba. Kontrakt juda qimmat, $83,000. Buni yarmiga New York universiteti menga ishonib, shunaqa yaxshi kelajagi porloq student ekan deb $40,000 scholarship bergan. Yog'i yarmi mana Xudoga shukr, bu yil bo'lgan el-yurt umidi jamg'armasining birinchi tanlovida yutib, stipendiat tan olinib, davlat tomonidan pullar o'tkazilinib, bu yoqqa yetib keldim shu stipendiya orqali. Chunki bu stipendiya nafaqat kontrakt puli, balki yashash pullarimni ham hammasini qoplab beryapti. Mana bitta ishlamasdan, bitta ortiqcha ish qilmasdan, faqat o'qishga o'zimni bag'ishlab, hozir o'qib yuribman. Aslida siz oddiy oilaning qizisiz menimcha. To'ppa-to'g'ri, oddiy oilaning qiziman. Hammaga aytaman, agar shu stipendiyani yutib davlat to'lab bermaganda o'zim kela olmas edim bu yoqlarda. 1 yil oldin arizalarni topshirishni boshlagan bo'lsam, men uchun New York uzoqdagi, bir borsam borib qolarman degan orzu edi. Yetamanmi, yetmaymanmi degan. Mana 1 yildan keyin Xudoga shukr shu yerda yuribmiz уже. Ularkan-ku? Ha, albatta bo'ladi. Mana bu yil birinchi tanlovda 173 ta odam yutib oldi. Bu degani davlatimiz 173 ta studentlarga o'sha boradigan davlatiga borib o'qib kelish uchun kontrakt pullari, yashash pullari, kitob pullari, boring avia chiptasigacha to'lab berishadi. Bugungi yoshlarga shunchalik sharoitlar yaratilyapti. Qalban his qilyapsizlarmi? Juda ham qanaqadir ichingdan bir tomondan g'urur bo'ladi, ikkinchi tomondan qanaqadir mas'uliyatni his qilasan. Yaxshi bilimlar o'rganib kelib O'zbekistonda tatbiq qilish, rivojlanishga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Yosh talaba qiz uchun el-yurt umidi bu shunchaki grant emas, balki katta mas'uliyat deb ham biladi u. O'zbekiston o'z yoshlariga berayotgan yangi imtiyozlardan foydalangan yoshlardan birisiz. Bungizda qanday mas'uliyat o'tadi? To'g'risini aytsam, birinchi marta el-yurtga topshirayotganda ming xayollar bilan topshirganman. O'tamanmi, o'tmaymanmi, yutamanmi, yutmaymanmi? Lekin mana suhbat jarayonlari bo'ladi. Suhbatga kirgan odamlar menga ishonch bildirgani uchun yutdimda. Menda nimadir ko'ra olishgan, kelajakda shu qiz qaytib kelib, shu O'zbekistonga rivojlanishga o'z hissasini qo'shadi degan maqsad bilan bizlarni stipendiat deb tan olishda bizga yoqlangan mas'uliyatni oqlashimiz kerak. Strategiya qanaqa? Keyingi yozlarda qaytib boraman. Ish joyim ham tayin. Universitetda ham rivojlanishga doir sohalarni tanlab olganman. Huquq va rivojlanish degan darsim bor. O'shanga kirdik, birinchi dars bo'ldi. Endi kirib eshitib o'tirsam, ko'p Global South degan bo'ladi. Ko'p gapirishdi. Shularni endi o'shadan olgan bilimlarini olib kelib O'zbekistonga tatbiq qilmoqchiman. Chunki u darsning asosiy maqsadi rivojlanayotgan davlatlarda huquq sohasini tatbiq qilish to'g'risida, ya'ni huquqiy yo'l bilan qanday davlat rivojlanishini kuchaytirish, tezlashtirish bo'lib hisoblanadi.
Saodat Abduvohidova bu orzu bilan yashayotgan, o'qiyotgan, mehnat qilayotgan va eng muhimi el yurt ishonchini oqlayotgan qiz. Erishib bo'lmaydigan orzular O'zbekistonda qolmadi deb o'ylayman. Mana o'qiysanmi, xohlaysanmi, qayergadir borish, o'qish, ishlashi, mana hamma sharoit san uchun Ishonch qanday? katta, juda ham ishonch. Albatta hammasi zo'r bo'ladi, yanada ko'proq rivojlanamiz, yanada yaxshiroq bo'lamiz. Bir kun kelib O'zbekiston hammadan yaxshi davlat bo'lib chiqadi. Bo'ladi. Albatta. Oldin masalan chet elga chiqqanlarda studentlarga O'zbekiston sen bilishmas edi. Bu universitetga kelsam ko'pchilik O'zbekiston desam, ha, taniyman deyishardi. Kartani ochib ko'rsatib, mana bu Toshkent, bu Samarqand deb bo'ldi kelaman deyishdi hammaligisi. Mavqei ancha katta O'zbekiston. Uning minnatdorchiligi so'zda emas, amalda, o'zini ilmda, g'oyada, tajribada ko'rsatishda. Shuncha $80,000 qanday to'lading? Qanday kelding bu yerga demayaptimi? Kursdoshlarimni bir ikkitasidan so'radim. Qanaqa qilib shu o'zinglarni o'qishinglarga pul to'lay olsalar desam, o'zligisi kredit olishgandi. Men uni tasavvur qila olmayman. Mendan so'rashadi, "Sancha?" desa, "Davlat to'ladi" desam, "Umuman to'lamayapsanmi? Shundaygina bir tiyin ham ketmayapti." Hamma hayron. Yo'q deydi. Ba'zilar o'ylagan kontraktni davlat to'laydi, yashashingga o'zing topasan deb o'ylayman. Men aytaman, yo'q, yashashimga ham to'lashadi. Biz bilim olish uchun kelganmiz bu yerga. Ishlab pul topish uchun emas. Desam hamma hayron. Birinchi navbatda berilgan imkoniyatlardan minnatdorman. Prezidentimizdan minnatdorman. Chunki ularning siyosati, yoshlarga bo'lgan e'tibori bo'lmaganda men bu Nyu-Yorklarga umuman kela olmagan, bunaqa yaxshi universitetlarda o'qiy olmagan, bularni orzu qilishga ham haddi sig'magan odam bo'lardi. Qahramonimiz hozirda o'qishdan tashqari ilmiy maqolalar yozish, xalqaro tajriba bilan tanishish va o'z yurtining rivoji uchun g'oyalar izlash bilan band. Arbitraj sohasi bo'yicha ikkita paper yozyapman. Hozirda bittasi kichkinaroq, endi darslarimda kerak bo'ladi. O'zim Toshkent davlat yuridik universitetida magistraturani bitirganman. U yerda ikkita maqola chiqazganman. Bittasi xalqaro investitsiya sohasi bo'yicha, ikkinchisi xalqaro energetika sohasida huquq qo'llanilishi bo'yicha. Bu yerga kelib endi o'zimni soham xalqaro biznes bo'lgani uchun arbitraj va xalqaro biznes sohasida ikkita maqola ustida ishlaymiz. Dekabrlarda yana ikkita maqolam chiqib qoladi. Ana shunday iqtidorli yoshlarimizdan yana biri Farruh Niyozimbetov. U sport sohasida o'z mehnati, tajribasi va liderlik fazilati bilan nafaqat o'zbek diasporasi, balki xorijdagi sport jamoatchiligi orasida ham hurmat qozongan. Asosan mening yo'nalishim O'zbekiston milliy sport turi bo'lgan Turon yakka kurashini xalqaro federatsiyasining prezidentiman. Demak, Amerikada o'zbek sportini markazi bor. Xuddi shunaqa. Bu oson bo'lmadi. Turon yakka kurashini bu yerda ro'yxatdan o'tkazish o'shanda. Qancha bola shug'ullanadi hozir kurash bilan? Bizda hozir Nyu-Yorkda bor 20 tadan oshiq 8 yoshgacha bo'lgan va undan katta bolalarimiz bir 30 tadan oshiq. Bu Nyu-York o'zida Amerikaliklar bor, arablar bor, pokistonliklar bor. Keyin undan tashqari Pensilvaniya shtatimizda Turon yakka kurashini shug'ullanuvchi zali bor. Bu yerda amerikalik inson Turon yakka kurashi bo'yicha dars beradi. Illinois shtatida bor. U yerda xuddi professor Ron Hill degan insonimiz ayniqsa Turon sportini juda yaxshi ko'radi. Milliy sport sifatida O'zbekistonimizni juda yaxshi ko'radi. Mendan so'rashadi, "Qayerdansiz?" deydi. Buni ko'rishmaydi. Men aytaman, "Har doim yangi O'zbekistondanman" deydi. "Nima farqi bor?" deydi yangi O'zbekiston. Yangi O'zbekistonda orzular amalga oshadi deyman. Chunki men o'zimdan kelib chiqqan holda bu narsani aytamanki, yangi O'zbekistonda mana shu Turon yakka kurashini xalqaro darajaga olib chiqishda Tramp prezidentimizning bizga bergan shu yoshlarga sportchilarga bergan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda shu narsani amalga oshirdik. Yangi O'zbekiston yoshlarga yaratayotgan imkoniyatlar buning yaqqol isboti. Prezidentimizning g'amxo'rligi va qo'llab-quvvatlovi, ajratilayotgan mablag'lar tufayli iqtidorli yoshlarimiz bugun dengiz orti mamlakatlarda ham bemalol tahsil olib, orzularini ro'yobga chiqarmoqda. Kelgusi reportajlarimizda ham biz sizni ana shunday fidoyi va iste'dodli yoshlar bilan tanishtiramiz.